agar bir oilada farzand bo'lmayotgan bo'lsa, ko'ramizki 90% holatlarda ayollarni ginekolog yetalab yurishadi. Lekin statistika jihatdan olganda oilada farzand bo'lmasligiga 50% erkaklar sabab bo'ladi. Erkak kishi esa men vazifamni bajarib qo'yapman deb shifokorga borishdan qochishadi. Bepushtlik nima degani? Bitta oilada er-xotin 1 yil davomida yashasa, ayolda homiladorlik kuzatilmasa, buni bepushtlik deyiladi. Lekin o'zbeklardagi keyingi yil shu paytlarda beshik to'ylariga kelishlik nasib qilsin deganining ma'nosi siz ayolingizni 3 oy 4 oy ichida homilador qilishingiz kerak ekan. Agar 3 oy 4 oy ichida ayolingiz homilador bo'lmayaptimi, erkaklar urolog, andrologga kelib ko'rik tekshiruvlardan o'tishingiz kerak. Erkak kishi urologga kelganda avvalo uni dardini eshitib, yechintirib ko'riladi. Shularga asoslangan holatda analizga yuramiz. Analizlarda spermogrammada eng ahamiyatli nuqtalarimiz spermatozoidlarning soni, ularning harakatchanligi va ularning homilador qila olishlikka bo'lgan sifati, ya'ni morfologiyasi va DNK fragmentatsiyasini ko'rish kerak. Buni to'liq sharhini boshqa videoda sizlarga gapirib beraman. Spermogrammani sanab o'tgan joylarimizdagi o'zgarishlariga qisqa qilib aytganda, birinchi o'rinda varikosele sabab bo'lishi mumkin. Bu moyaklarning vena qon tomirlarini kengayib ketishi. Ikkinchisi gormonal o'zgarishlar sabab bo'ladi. Bu testosteronni pastlab ketishi bo'lishi mumkin. Misolida aytishimiz mumkin. Uchinchisi turli infeksiyalar sababli bo'ladi. To'rtinchisi bugungi kundagi global bu erkaklarning turmush tarzi, zararli odatlari, ortiqcha ves olishi spermogrammada o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Shu o'rinda shuni aytib o'tishimiz kerakki, erkaklarda bo'ladigan juda ham katta xatolar bor. Bitta yoki bir nechta farzanddan keyin erkaklarda bepushtlik bo'lmaydi. Ayollarda farzandsizlik bo'ladi. Ayolni tekshirish kerak deydi. Lekin shuni aytib o'tishim kerakki, erkaklarda fertillik, ya'ni homiladorlik qilish qobiliyati yosh o'tgan sari pastlab boradi. Buni tekshirish natijalarida ham isbotlash mumkin. Agar erkak kishi tekshiruvdan qochayotgan bo'lsa, u muammodan qochyapman deb o'ylagani bilan aslida o'zini oilasini bir butunlik saqlab qolishdan qochayotgan bo'ladi. Agar oilangizni butun to'liq holatda yoningizda saqlab qolaman desangiz, birinchi qadamni siz qo'yishingiz kerak bo'ladi. Nima uchun birinchi qadam deysizmi? Chunki erkak kishining tekshiruvining natijasi bir kunda ma'lum bo'ladi. Ayol kishini esa ma'lum bir kunlarini kutish kerak va bir necha marta tekshiruvdan o'tkazish kerak bo'ladi. Bu kam vaqt va kam pul sarflaysiz degani. Bugungi mavzumiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan urolog androlog Zarifjon Murodov, Qo'qon shahar Hospital Zaim klinikasi.